Shaxsan men uchun bu jahon chempionatining umuman qiziqarli. Tezroq klub futboli boshlansa menimcha yaxshi bo'lardi. Klub futbolini menimcha ancha sog'inib qoldik. Va menga o'xshaganlar oramizda ko'p. Va shuning uchun hozir Manchester Unitedga yaqinlashib kelayotgan va o'zi umuman hamma o'rtoqlik o'yinlari to'g'risida ma'lumot berib o'taman. Boshlashimdan oldin albatta sahifaga obuna bo'lib, shu videoga like va repost tugmasini bosib qo'ysanglar, shu bilan bizani qo'llab-quvvatlagan bo'lardinglar. Manchester Unitedning birinchi mavsumoldi o'rtoqlik o'yini 19-iyul shanba kuni Toshkent vaqti bilan 20:00 da Championship jamoasi Wrexhamga qarshi bo'lib o'tadi. Bu o'yinda Andres Santos, Karl Darlowlar debyut qilishi kutilmoqda va bir qator yana yoshlarni ham ko'rib olishimiz mumkin. Undan keyin bo'lsa jamoamiz 24-iyul soat 21:00 da Norvegiyaning Rosenborg jamoasiga qarshi o'rtoqlik o'yinida maydonga tushadi. Undan keyingi o'rtoqlik o'yini bo'lsa sal jiddiyroq raqib 1-avgust kuni Shvetsiyada soat 18:00 da Toshkent vaqti bilan Atletico Madridga qarshi bahs olib boradi. Mana shu argentinistlarni bor, mazasida qo'shib tashsa yaxshi bo'lardi. Simeone ham argentinalik. Bu o'yindan keyin Manchester United Shvetsiyada qoladi va 8-avgust soat 20:00 da Chempionlar Ligasining amaldagi chempioni Paris Saint-Germainga qarshi o'rtoqlik o'yini o'tkazadi. Menimcha juda ham zo'r o'yin bo'lsa kerak. O'rtoqlik bo'lishiga qaramasdan ajoyib o'yin kutib qolamiz. Keyin bo'lsa APLni sal bo'lsa ham qisqa olishligi uchun 12-avgust 23:30 da Leeds Unitedga qarshi bahs olib boriladi. Manchester Unitedning oxirgi mavsumoldi o'rtoqlik o'yini 15-avgust soat 20:00 da sobiq murabbiy Ruben Amorim boshchiligidagi Milanga qarshi bo'lib o'tadi. Menimcha juda ham bir qiziqarli o'yin bo'lsa kerak. Eng intizorli bilan kutayotgan o'yinim aynan shu o'yin. Xullas, jamoamiz 6 ta o'rtoqlik o'yini o'tkazadi va shundan keyin 22-avgust kunida APLda o'z yurishini boshlaydi. Bu videoni maksimum Manchester United muxlislariga jo'natib qo'yinglar, like bosib, repost bosib, obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin. Bu o'yinlarni jonli efirda albatta bizning United Zone Telegram kanalida ko'rsanglar bo'ladi. Telegram kanaliga havola bo'lsa Instagram profilimiz ostida qoldirganmiz. Hoziroq kirib obuna bo'lib qo'ysanglar, jonli efirlarni o'tkazib yubormaysizlar. Hammaga rahmat. Come on United.